Mana oxir oqibat senatdan ham o'tib baribir qaytib keldi. Endi qo'mita ikkinchi pozitsiyaga o'tdi-da, umuman qaytarib yuboraylik deyapti. Endi bir narsa meni xavotirga solyapti. Bu qonunga asos qilib olingan asos o'sha migratsiya bo'yicha Respublika komissiyasini 25-yil 19-fevraldagi 18-bayoni 19-bandi deb ko'rsatilgan edi. O'sha migratsiya agentligi tomonidan shu qonun loyihasi bizga kiritilgan edi. Hozir so'ramoqchi bo'lganim, mana qonun qabul qilinmadi. Sizlar o'sha tashabbuskorga qaytarib yuboryapsiz. Uni qayta ishlashga ham imkoni yo'q, bu konseptual jihatdan kerak emas degan narsa bo'lyapti-da endi. Shu bayon bo'yicha shu 19-bandi ham o'zi amaliyotda bekor bo'ldimi? Biz ko'p holatlarda bilamizki, qonunga hali kiritilmasdan turib, shunday pastda me'yoriy hujjatlar, idoraviy me'yoriy hujjatlar qabul qilinadiki, u hali qonunga kirmagan bo'ladi. Lekin amaliyotda ular ishlayotgan bo'ladi. Mana hozir aeroportga biz borib, aeroportda shu bu kirmagan qonunda, lekin o'sha migratsiya bo'yicha komissiyani xulosasi bo'yicha ular balki o'shandayoq topshiriq berishgandir. U ishlayotgandir shu narsa. Buni bir shu ishlayaptimi, ishlamayaptimi, bunga bir anaqa bormi? Shu bo'yicha meni xavotirim bor. Keyin ikkinchi yana bir masala qo'mita bo'yichada, o'rinbosar siz Baxtiyor o'zi, shu qo'mitada o'tgan safar ham biz tashqi migratsiya to'g'risida qonun bor edi. Bu ham xuddi shunday bo'ldi. Bizdan o'tdi-da, qaytib keldi-da, uni qayta ishlash. Mana hozir ikkita masalani ko'ryapmiz. Ular bu qo'mitalar o'sha masala rad etilsa ham baribir qayta ishlashyapti-da, keyin ikkinchi o'qishda yana taqdim qilishyapti. Sizlarda qo'mitalar siraz yana o'sha tashabbuskorga qaytarib yuboryapti. Aynan o'sha tashqi migratsiya to'g'risidagi qonun ham shunaqa rosa muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Lekin qo'mita bularni hisobga olmagandi o'sha paytda ham. Lekin uni qayta ishlasa bo'lardi. Bizni partiyamizning dasturida ham tashqi migratsiya to'g'risida qonun qabul qilish degan narsa hali ham turgan. Lekin biz buni orqaga qaytarib, o'sha qonun o'zi kirib kelishi kutilyaptimi, o'zi shu bilan yo'qmi?